Turkiyada o'qishga kirayotgan vatandoshlarimiz ba'zi bir firmalarni qurboniga aylanyapti. Qanday deysizmi? Buni sirini hozir sizlarga ochaman. Turkiyada qimmat kontraktli universitetlar to'lovni 2 ga bo'lib to'lashlik imkoniyatini beradi, lekin ba'zi bir firibgar firmalar nima qiladi? 50% to'lov bilan talabani o'qishga kirgizadi, kimligini olib beradi, lekin to'liq to'lov haqida ma'lumot bermaydi. Universitetga kirgan talaba esa 6 oydan keyin ajoyib bir surpriz bilan qarshilashadi. Universitetni qolgan 50% to'lovini to'lashlikka majbur bo'ladi. To'lovni to'lamasa universitetdan haydaladi va kimligi, yashash ruxsatnomasi ham xavf ostida qoladi. Bunday holatga tushmaslik uchun nima qilishlik kerak? Albatta, birinchi ishonchli va aniq bo'lgan firmani tanlashlik kerak. Ikkinchi, qaysidir firmaga bordingiz, to'liq to'lov haqida, bu to'lagan to'lovingiz 1 yilgami, 6 oygami to'liq ma'lumot talab qilishligingiz kerak. Uchinchi esa sizga qabul universitetga kirganingizdan keyin qabul maktubi berishadi. O'sha qabul maktubida hammasi yozib qo'yilgan bo'ladi. Agar 1 yillik to'lovni bir martaga to'lasangiz qancha, bo'lib to'lasangiz qanchaga tushadi, bu haqida to'liq ma'lumot bo'ladi. Bu narsani ko'zdan kechirsangiz, inshaalloh bunaqa firibgarlar qurboniga aylanmaysiz. O'zlaringizni asranglar, bunaqa firibgarlar qurboniga aylanib qolmanglar.